Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi partiyaga 3 partiya qo'y qo'yiladi. 2 partiya to'xli qo'chqor, 1 partiya barra, bitta nasldor qo'chqorlar. Tez gapirayotganimga xafa bo'lmaysizlar. Biz sal tezroq qolamiz. Narxlar eski narxdan 200 ming, 300 ming arzon ketadi bugun. Berayotgan yemingizni 80-90% uvol ketmasligi uchun bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Akalar o'zi yemga qanday qo'chqor tashlash kerak? Mana sizga to'xli variantdagi qo'chqorlar aka. Berganingizni yeydi, aka bergan yemingizni 80%, 90% ni o'ziga qabul qiladi. Qurbonlikka aka narxlar haqiqatdan oshdimi? Bugungi video syomkamizda oxirigacha kuzating, like bosing. Qurbonlik boblar aka, qulog'i 100% butun qo'chqorlar siz uchun. Assalomu alaykum Sardor Bloger kanali obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi yelkalarini ham ko'ring. Qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar bugun hafta kunimiz. Xudo xolasa dushanba. Akalar sanamiz 6-aprel 2026-yil. Bugungi video syomkamiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroyda bo'ladi aka. Bugungi syomkamizga 2 partiya qo'y chiqadi. Faqat qurbonlik bob yirik variantdagi qo'chqor chiqadi. Ya'ni Odiljon akamizdan. Assalomu alaykum. Ikramjon keling. Kayfiyatlar aka? Yaxshi, Xudoga shukr. Sardor blogerda ashaddiy obunachilarga alangali salom. Bugun narxlar barra qo'zini narxida katta qo'chqorlarni qo'yib beramiz. Qur'on hayitgacha quruq yemini berib tursa, Xudo xolasa yaxshi Alloh taolodan umid qilamiz, yaxshi foyda tashab ketadigan qo'ylar. Qo'ylarni ko'rsating. Mana bu qo'chqorlar aka birinchi partiyalarimiz bo'ladi. Odiljon aka bu yerda nechta? 35 ta. 35 ta aka quruq holatda yem yeb turgan. Nimaga? Qo'yda ishonchimdan quruq holatda yem yeb turganligi aka, men gapirayotganimning sababi oyoqlariga qarang. Birortasida aka qotqaloq bo'lib ketmagan. Atalar ichgan qo'yda pishirib berilgan yemda aka aniq tagi shilta bo'ladi. Qo'yda tagiga qarang. Birortasida shiltasi yo'q. Hammasi go'sht foizi mana shu qo'chqorlar aka quruq yeb turganligi sababli aytaman 65% erkin go'sht beradi. Keyingi o'rinda endi bundan buyog'iga kunlar isidi aka. Pishirib berilgan yem ayniydi, achiydi, bichiydi, oshqozonni buzadi. Quruq holatda berilgan yem tanaga singadi degan aka. Mana sizga yemni berasiz, tanasiga 100%, 90% singadi akalar. Aka yoshliigi qanaqa? Yoshlik 10 oylikka olishaveradi. 10 oylik atrofi. Bo'y vastlari 80+. 80+ xonasi aka. Bir qator iltimos qilamiz. Tepasiga kelib ko'radigan aka-ukalarimiz tepasiga kelib ko'ring aka. Narxlar haqiqatdan oshdimi? Buni sababi aka nimada? Hammasini batafsil yoritamiz xudo xolasa. Xudo xolasa bugun eski narxda sog'ingan obunachilarga eski narxdan ham arzonroq qo'yib beramiz. Katta gapirmang Odiljon aka. Mana xudo xolasa video davomida ko'rib borasiz. Eski narxdan arzon bo'ladi. Eski narxdan ham arzon qilib qo'yib beramiz. Qo'ylarni ko'rsating. Sog' salomatligiga bir hafta 5 kun emas, 10 kunga garantiyasini beramiz. Quloqlari butun. Qo'ylarda g'ubbar yo'q qo'ylar, quloqlari ham butun. Qo'ylarni ko'rib turibsizlar. Mashalloh aka, mana shu qulog'i ham qurbonlik paytiga kelganda aka 200 ming, 300 ming so'm realni razniца qiladi. Real holatda aka buni qo'yib boqqan odam juda yaxshi biladi. Qassob ham kelgan mana bu qo'yni ushaganda aka mana yungi yo'q. Belini mundoq kelgan aka, kelgan odam iltimos ushab ko'rsa, mana beliga ushab ko'ring aka. Qo'yda tushungan inson bir martada o'zi qo'yda holatini tushunadi aka. Narxini qancha deymiz Odiljon aka? Narxini obunachilaringizga 55 dan qilib beraveramiz. 5 million 500 mingdan. 5 million 500 ming so'mdan aka, xudo xolasa bir joyga 35 tasini. 35 tasini. Xayrini ham qilib beramiz. Eski narxni sog'inganlar uchun dedik, xayrini ham qilib beramiz. Odiljon aka, qarang-da, biz obunachilar bizni tavsiyani kutib turadi. Xudo xolasa, biz tavsiya qilishimizni xohlaysizmi? Xohlaymiz. Narx arzon bo'lsa tavsiya qilamiz aka. Bir real haqiqat. Tavsiya qiling, 100 mingdan arzon qilib beraman. Odiljon aka, bir joyga bo'lsin, 54 dan qilib beraman. Tavsiya qilaylik aka. Bir joyga, qarang, 35 tasini bir kishi olsin, yaxshi niyat bilan aka, olib borib yemini berib tursin. Aka, qo'rqmasdan yoniga to'kib bering. 53,5 dan qilib berdim. Mana shu qo'chqorlar aka, hozirgi kecha kunduzda realni aytaman, aka 8 kilodan 15 kilogramgacha erkin vazn oladi. Nima uchun buni qo'rqmasdan aytyapman? Sababiki aka, bu qo'y bergan yemingizda 80-90% ni o'zlashtiradi aka.
Juda ko'pchilik aka-ukalarimiz aytadi, qishda bergan yemim besamar ketdi. Yozda bergan yemim aka haqiqiy foyda qildi deydi. Mana aka sizga realni issiq kunlar keldi aka. Bundan buyog'iga faqat energiyaga emas, zahira sifatida yig'adi yog'da. Mana qo'ydi ko'ring, mana jundi ichida emas, mana ko'rishsiz. Yelkani. Qanchadan beramiz Odiljon aka? 5350 mingdan ketdi. Odiljon aka, tavsiya qilishimizni olaysizmi? Qanchaga bersam tavsiya qilasiz? Ayting. Bir yerga. Bir yerga. Odiljon aka. Nech puldan qilib bersam tavsiya qila olasiz obunachilaring? 53 dan emas. Xo'p. Bir yerga. Xo'p. Nech puldan? 52 dan. Bunda dastlabkasi ham bizni bo'ynimizda. Odiljon aka, 5 million demadim, 51 demadim. Realni-da qo'ydi holatini ko'rib turib gapiryapmiz. 52 dan tavsiya qila olasiz. 5 million 200 ming so'm. Barakasini bersin. Bu boshqa gap kerak yo'q aka. Mana oling. Xudo xolasa aka, endi solishtiradigan inson iltimos, barra o'ziga solishtirmang. Bu haqiqiy yirik variantdagi qo'chqor aka. Bo'ladigan qo'chqor. Oladigan inson iltimos qilaman, jon aka, tepasiga kelib ko'rib oling. Tepasiga kelib ko'rib oling. Siz yosh bola emassiz aka. Qo'ydi holatini hozir ham o'rtacha kilogrammiga ursangiz ham go'shog'i ham to'g'ri keladi. Keladi, bemalol keladi. 5 go'shog'i ham to'g'ri kelaveradi bemalol. Tepasiga kelib ko'rib oling aka. Tanlab olsa qancha Odiljon aka? Tanlab olsa 50 ming, 100 ming plus minus qilib berilaveradi. 50 ming, 100 ming plus minus xonasiga tanlab olaverasiz. Mana bu qo'chqorlarga qarang, dumbalar aka. Endi tanlab olishga 55 demaymiz, gap yo'q. Ortiqcha yog'i baland qo'ymas aka. Qo'ydi tushungan odam oladi. To'g'risi gapda. Qo'y tushunmagan odamga tarifni hojati ham yo'q. Xudo xolasa qo'yni solishtiraveradi. Qo'y bilan qo'yni farqi bor, lekin narxi imkon boricha yengil qilib berildi. Odiljon aka, dastlabkilarga qilyapmiz. Samarqandgacha ket. Samarqandgacha ketaveradi. Besplatni Samarqandga. Samarqandgacha aka optimogonga bitta ikkita olaman, tanlab olaman ichidan deydigan aka-ukalarimizga aka plus minuslari bor. Bor. Qo'y olaman degan odam telefon qilaversin, ishini bitiramiz. Qo'y olaman degan odam telefon qilaveradi. Bittami, ikkitami? Kelib turib yana qo'li ushlab, xudodan bemalol kelib mana aka. Barakani olishaveradi. Bittami, ikkitami? Qarang-a, qochayotgan ham, quyayotgan ham xudo deydi. Men o'g'on gapni yomon ko'raman aka. Dangal kelib savdo qilsa yana o'tib berasizmi? O'zi yaxshi. Yo, yana o'tib berasizmi aka? Chuchmali gap qilmaylik. O'tib beramiz, kelishamiz. Kelishlar, ha. Xudo xolasa aka o'tib dastlabkasini qilib beriladi. Telefon qiling aka, noumid bo'lmang. Noumid shayton deyilgan. Xudo xolasa oladigan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz aka. Bir qator kelib ko'rib olasiz degan umiddamiz aka. Bu birinchi partiyalarimiz. Bundan keyingi aka ikkinchi partiyalarimiz. Bundan ham qulay variantlari chiqadi aka. Tavsiya qilaman aka, oling. Qulog'i butunligi sizni yutadi aka. Yutug'ingiz. Qulog'i butunligi sizni yutug'ingiz aka. 200 ming so'm yutug'ingiz mana shu yerda qulog'i butunligi dedi. Savdoni qiling, yana savdo aka. Yerga urish sunnat emas, savdo qilish sunnat. Savdo qiling aka, xudo xolasa yana o'tib beriladi. Bu ikkinchi partiyamizda soni 8 ta. 8 ta aka, bo'yi 80 dan baland 85 gacha, yosh oyliklari o'rtacha 10 oylik atrofi, xom taxmin kilogrammlarini o'zi ham 65 kilo atrofida aylanadigan qo'chqorimiz. Bir joyga olaman deydigan aka-ukalarimiz uchun narxi endi nargilarda 5 million 200 mingga tushirib qo'ydingiz. Bularda endi 100 ming qilsam yana bo'lmaydi. 5 milliondan tozaga olishaverdim. O'shalardan kam yeri yo'q. Prosto ozgina bu mehr talab. Bunga hali qaralgan ham yo'q. Bunga 300 gram 300 gramdan makka berib tursa, Qur'on hayitgacha yaxshi foydani ko'rishadi. Yana bitta so'z. Bugungi chiqadigan qo'chqorlarimiz hammasi qurbonlikka tayyor dedik. Barra qo'zi so'raydigan aka-ukalarimiz uchun 3-partiyamizga barra qo'zlarimiz ham chiqadi aka. Tavsiya qilamiz. Oladigan inson aka shaxsan Sardor bloger tavsiya qilishini istasangiz, narxida o'tasiz. Baraka. Qanchada o'tamiz? RMga telefonda o'taman. Buni eshitmasam, mart o'tdi. Telefonda o'tdim. Mart bu. Hop. 8 tasini tortdim degan gami 200 ming o'tib beraman. O'xshi chiqqan sommadan. Barakasini bersin. Mana bu xayri bugun sensatsiya narx bo'ldi obunachilar. Sardor bloger kanalida bunaqa arzon bo'lmagan. Solishtiringlar, ko'ringlar, like, kommentariyani bosinglar. Endi aka bitta narsani aytaman. Hammani maqsadi tirikchilik. Olayotgan ham, qo'polida sotayotgan ham, quvayotgan ham, qochayotgan ham Xudo deydi aka.
maqsad tirikchilik aka. Telefon qiling, ish bitadi aka. Noumid bo'lma. Noumid shayton deydi. Bugun qo'y olaman degan har aligilar Xudo degan ekan. Bugun ularning aligisi keldi. Tanlab olsa qancha? Tanlab olsam, tanlab olsa ham kelishamiz. Buniki ham shu 100 ming, 50 ming ag'illa ya bag'li. Yer bilan osmon emas. Har yerda qilma orzu, har yerda bordur tash tarozi degan. Mana arzon qo'zi so'ragan ko'kalarimiz uchun arzon variantdagi qo'zilarimiz. Soni nechta aka? 13 ta ekan. 13 bosh. Mana barra 2026-yilda barra qo'zilar. Hammasi qo'chqormi aka? Hammasi qo'chqor. Eng asosiysi yosh oyliklari. Yosh oyliklar 3 oylik. 3 oylik atrofi. Bo'yvasti 65 aka. Shu. Hashakka kirgan, Hashakka. yem deydi. Sutga to'ygan desak yolg'on bo'ladi. Sutga to'yganmi, to'ymaganmi bilmaymiz, lekin aniq yenidan ajragan. Yem hashak deydi. Shu. Bo'ldi aka. Ma'lumot shu. Endi bitta narsa, narxi. Narxi bugun barra qo'zini ko'rishsinda shunaqa narx ham 2026-yil bormi deb hayratda qolishsin. Bugun mana shu barra qo'zlar narxini mo'tadil narxda qo'yib beraman. Mo'tadil narxda. Qancha? 3,5 demaymiz. 34 ham demaymiz. 33 dan ketdi. Barakasini bersin. Sardar blogerda kanalidan telefon qilyapman. Uka, ulug'im deb hoji akalar Toshkentdan boshqa yerdan telefon qilsa 50 mingdan 100 mingdan kam bersin. Barakasini. 32 dan bormi qo'chqor? Sovlig'i yo'q ichida. Mazaqsin. Mazaqsin aka. 3 million 200 mingdan. mana xayri bor. Ha, xayri ham bor. Tanlab olsin. Hammasini olsin. Dastlabki ham bor. Dastlabki ham bor. Boshqa narsa kerak yo'q. Kamdumba, sergo'sh. Soni 14 ta. bir yerga. Bir ozgina, sozgina. Joyiga aka, bir kishi shunday oldim deydiganda 3 million 200 ming so'mdan realni oladigan, aka, vaqt oladigan emas, qo'y oladigan inson telefon qilsin. Bu so'nggi partiyalarimizmi aka? Yana bitta bor. Arashan bor, Arashan so'raganlarga. Zo'r Arashan bor bitta. Mana, so'nggi partiyamizga bir dona. Bir dona. Naslga so'raydigan ko'kalarimiz shu mana. Simjon, silliqjon, quloqlarini qaranglar. Mashalloh, kastaklariga qarang. Bo'ylari yer sirtidan balandligi 75 sm, yosh oyligi Yosh oyligi 3 oylik. 3 oylik. Yelkani ko'ring, yelkani. 25 sm. Meni qo'limda uzun-da. Dumba razrezini ham bir qator ko'rsatamiz. Bu yonboshni ham ko'rsating, bu yonboshni. Ana shunday. Mashalloh. Kastaklariga yetib boring. Oldi ko'krak qapaslari. Ana qo'chqor, sher. Narxi Qassobga berilmaydi. Naslga beriladi. Narxi 450 demaymiz. 400 dollarga Samarqandgacha dastlabkasi bizni bo'ynimizga. telefonga aloqaga chiqasiz. Nomerni qo'yib qo'yamiz. Realni oladigan inson telefon qilsin.